Illat edi bir ov. Haloyiq, janobning sharlariga Omi Eshon degan laqab bilan bo'xton qilsalar ham bu abas. Chunki aziz Eshon, et yemas eshon kabi qutbi zamonlarning hujralarida ilmi hol, ilmi qoldin kamolot baxsh hosil qilgan edilar. Bir yerda biror narsa o'qilib, uning ichida mabodo va shamsi degan so'z chiqsa bo'ldi. U janob darrov bu oyat kaminaga ishoratdir. Voy, menday ruhi siyohning holiga deb ko'zlaridan shashqator yoshlarni joriy qilar edilar. Qancha zamon riyozat tortib, minglab murid muxlislari orttirgan edilar. Ularning bir uchi Marg'ilondan, bir uchi O'sh uzgan Jalolobodga borar edi. Shamsiddinxon Eshon chillaga o'tirganda atrofidan nazr piyoz yomg'iriday yog'irlardi. U kishi hadyalarga qarab, rizqiki muqaddar ast qaq, beshak birasat chi istrob ast odiya baytini tarannum qilar edilar. O'rtancha o'g'il unashtirilgan, kichik o'g'li bo'yi cho'zilib, ko'ngil xotin tusay boshlagan. Ikki gapning birida hajga ketaman deb xotin olish ramzini qilardi. Ya'ni non pishguncha kulcha kuyib ketadi ishorasi bilan shama qilardi. Bugun ba'daz namozi bomdod Shamsiddinxon Eshon Kenjatoy o'g'liga qarab, "Mulla Abulqosim Maqsum" deb iltifot qildi. "Biz inshaalloh kuni erta illatyalardagi murid muxlislarga amri ma'ruf, nahi anil munkar qilish uchun yurish qilamiz. Ko'nglingiz tinch bo'lsin." Abulqosim tilini quvvat qilib, yuzini chetga o'girdi, ya'ni uyalib burildi. Shamsiddinxon Eshon bir necha zabardast sofiylar bilan qishloqma-qishloq, shaharma-shahar murid ovlagani chiqib ketdi. Kun yurdilar, tun yurdilar, unum ko'p bo'ldi. Pesh tushgan mablag'larni pesh hovliga jo'natib turdilar. 13-kun deganda Aravon degan qishloqqa borib tushdilar. Bunda Shamsiddin Eshonning dadako'zi degan oshpaz bir muridi bor edi. Qo'l bergan Eshon peshvosi yo'qlab kelganini boshi osmonga yetgan dadako'zi haddan ziyod yeshilib ketdi. Bisotidagi butun topgan tayangan narsalarini Eshonning oldiga to'kib soldi. Musaffo havo, toza suv, to'kin obi yog'on, qo'sh qo'llik sartopo izzat hurmatga g'arq bo'lib ketgan Eshon dadako'zining kambag'algina ro'zg'origa kutilmagan qadrli qo'noq bo'lib, hafta bo'yi qo'r to'kib cho'kib oldi. Eshonga dadako'zining o'zi, xotini yoshi 17larda, qaddi kamolga yetgan Rokiya degan qizi ham xizmat qilib charchadilar. 6-kun deganda dadako'zi Eshonga shipildoq qildi. Eshon va muridlar me'yoridan yuqori ishtaha bilan shipildoqni yedilar. Qo'l artib, dasturxon yig'ishtirish vaqti keldi. "Amin" dedi Eshon. Hamma baravar Fotihaga qo'l ko'tardi. "Qo'lingizni oching." Dadako'zi "Xudoyim beraversin. Tevarakdan kelaversin, 40 ming qo'yni qirdan bersin, 80 ming soyadan bersin. Qozog'ini qoqib bersin, umringiz dardsiz o'tsa ham dasturxoningiz mardsiz o'tmasin. Amin. Allohu akbar." Sofilar inshaalloh, inshaalloh deb turdilar. Dadako'zi o'rnidan turib Eshonga qulluq qildi. Eshon ko'rpachani qayrib, yon boshiga tortdi va uzalib tushib, yana so'z boshladi. "Oxun, sizga ma'lum bir maslahat bor. Boshimizning ustiga aylanay pirim, so'ylasinlar", dedi Oxun. "Oppoq xo'jamdan bashorat toping. Men sizni o'zimga quda qilmoqchiman." "Muborak bo'lsin, qulluq qiling Oxun, bay, qanday iltifot", dedi sofilar. Dadako'zi shubhada qoldi. "Nega o'ylanasiz?" dedi Eshon. "Qizingizni Kenjatoy o'g'limizga, boshimizning ustiga bir qiz emas, 10 qizimizni ham nazr qildik", dedi Oxun. Balla, himmatingizga balla", dedi sofilar. Fotiha o'qildi. Sho'rli Rokiya o'zidan so'ralmay Mulla Abulqosim Maqsumga unashtirildi.
To'yni shu oyning oxirlariga qilmoqchi bo'ldilar. Eshon yana bir haftalarcha dada ko'zining qo'rg'onida turdi. Bu muddatda u dada ko'zi va xotinlarini qudag'ay, Rokiya qizni esa kenjatoy kelin deb chaqirar edi. Rokiya qiz ham qaynatadan uyalib o'zini chetga tortadigan bo'lib qoldi. Dada ko'zi shu damlarda foydalanib qolish uchun ancha zamonlardan buyon chillashir bo'lib yotgan onasi Sarvar kampirni eshonga o'qitib oldi. Kattadan kichikning og'zida gap. Shamsiddinxon eshon yana uylanar emish. Xotni navqiron qiz emish. Ha-hu deguncha oyning oyoqlari kelib to'y kuni yaqinlashdi. Shamsiddinxon eshon Solxo'rda zamon ko'rgan bir kishi edi. Bunday to'ylardan 10-15 tasini boshidan o'tkazgan. O'zi 5 marta uylangan, 3 kelin ko'rgan, 2 qiz uzatgan. Shunday bo'lgandan keyin garchand oladigan xotini qiz bo'lsa ham to'y uncha shukuhli bo'lmadi. To'y kuni atrofdan murid muxlislar to'yona nazar bilan keldilar. Subhi sabohdan tortib shomi g'aribongacha katta xonaqohdan jahir zikr bo'ldi. Shamsiddinxon eshon haddan ziyod g'ayratga mingan, do'lday qaddi lomday to'g'ri bo'layozgan edi. Masjid to'la qavmlarga vahmi qiyomatdan tasavvuf qilar edi. Butun rasm-rusumlar, urf-odatlar tugadi. Eshon va kelin chimildiqqa kirib o'tirdilar. Kelin Uyg'ur odatiga xilof bo'lsa ham eshonga muvofiq bo'lsin uchun paranjida edi. Eshon sallani olib yostiqqa qo'ydi. Qaltiragan qo'llarini kelinning chimmat o'rniga tutib kelgan dokka ro'molga yopishdi. Uyalmang, endi siz mening kenja xotinimsiz. Kuyshangiz-chi? Aynan pirmey. Boshqa xotinlarim sizga kundosh emas, ona bo'ladilar. Men ularning to'rtasini sof qilib chaqirib qo'yaman. Shadag'ay bo'lay, shahay tuyib qo'llayga shu qo'yaman. Kelin tushmag'ur r o'rniga y, s o'rniga sh o'rniga hushtak chalib kuyov bilan suhbat qilar edi. Eshon chidamadi. Bir varakay kelinning yuzidagi dokani yopishib tortib oldi. Kelin shoshilmang pirim demoqchi bo'lsa kerak, qatorasiga kelgan ikkita sh-ning o'rniga bitta hushtak bilan ishni tugatdi. Eshon dokkani tortib olishi bilan hayhot ko'zi bilan ko'rsinki, Rokiya qiz o'rnida ilanmagan chikkina teri, saksonlardan oshib og'zidan tish balosi qolmagan mukka kampir. Bir vaqtlar eshon dam solgan dada ko'zining onasi chillashir Sarvar amma. Eshon aldayman deb aldanganini fahmladi. Tashqariga chiqay desa, murid muxlislardan nom tortdi. Sahargacha to'la qabziyat bilan kelin bilan suhbatlashdi. Erta bilan qarasa, dada ko'zi yo'q, kechasi jo'nab qolgan ekan. Eshon el yurt oldida obro' ketmasin deb Sarvar ammani sof xotin qilib chaqirib qo'ydi. Sen aldasang, men alday olmaymanmi deb eshonga osiylik qilgan dada ko'zini orqa vorotdan oq qildi.